Bu videoda IVL, ya'ni o'pkani sun'iy nafas oldirish qurilmasi bilan tanishamiz. IVL bu kislorod va havodan tashkil topgan gaz aralashmasini o'pkaga yuboradi, qonni kislorod bilan to'ydiradi va o'pkadan karbonat angidrid chiqarib tashlashga yordam beradigan qurilma hisoblanadi. Nafas olish qobiliyatini yo'qotgan yoki nafas olishda jiddiy qiynalayotgan bemorlarga nafas olishni qo'llab-quvvatlash yoki tiklash uchun IVL apparatidan foydalaniladi. Bu qurilmani reanimatsiya bo'limlarida, intensiv terapiya bo'limlarida, operatsiyadan keyingi jonlantirish palatalarida va tez tibbiy yordam mashinalarida keng foydalaniladi. Hozir IVL apparatini tarkibiy qismlarini ko'rib chiqamiz. Qurilmani o'zi, qurilmani oldi tarafida displey, boshqaruv paneli, qurilmani o'ng tarafida yuqori bosimli kislorod ulash uchun razyom, tagida past bosimli kislorod ulash uchun razyom, pitaniya ulash uchun razyom va havo filtri bor. Yuqori bosimli kislorod razyomiga shu ko'rinishdagi kislorod shlangasi ulanadi. Bu shlangni biz kislorod baloniga yoki markazlashgan kislorod sistemasiga ulashimiz mumkin. Qurilmaning chap tarafida bemor nafas olish trubkasi, bemor nafas chiqarish trubkasi, oqim datchikini ulash trubkalari va nebulizer funksiyasini ishlatish uchun trubkalari bor. Qurilma stoykasi. Bu stoykada kislorod baloni uchun maxsus joy, havo namlantirgich qurilmasi uchun joy va bemor konturi uchun tutqichi bor. Havo namlantirgich bu bemorga berilayotgan havoni belgilangan namlik darajasiga yetkazib beradigan qurilma hisoblanadi. Bundan tashqari bemorga berilayotgan havo aralashmasini isitish funksiyasi ham bor. Endi qurilmani bemorga ulash uchun qo'shimcha qismlarni ko'rib chiqamiz. Bemor konturi, bu kattalar uchun, bu bolalar uchun. Ularning eng asosiy katta farqi bu diametrida bo'ladi. Nafas chiqarish klapani. Bu klapanning vazifasi bemor nafas chiqarganligini bildirish va bemordan chiqqan havoni qurilmaning ichiga o'tkazib olmaslik bo'ladi. Nafas chiqarish klapani har xil joylarda joylashgan bo'lishi mumkin. Qurilmaning yon tarafida, boshqa qurilmalarda oldi tarafida bo'lishi ham mumkin va bu klapan o'zi va membranadan tashkil topgan bo'ladi. Oqim datchiki. Bu datchik bemorga berilayotgan havo oqimini o'lchash, nafas olish va chiqarish paytida uni o'zgarishlarini nazorat qiladigan datchik hisoblanadi. Bu qismlarning hammasi ko'p marta ishlatishga mo'ljallangan. Bularni sterilizatsiya qilib qayta ishlatsa bo'ladi. Qo'shimcha qismlarni bir marta ishlatishga mo'ljallangan turi ham mavjud. Sizlar bilan IVL apparatini tarkibiy qismlarini ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat.